Bunaqa внешность bilan o'zi men trakda emas, sochimni yonboshga tarab olib, kostyum shimlarni kiyib olib, bir seryozni ish ishlab yurishim kerak o'zi. O'zbekistondan lekin shunaqa xursand bo'lyapman, xabarlar o'qib turaman, polni nima yangiliklar bo'lyapti deb osmonni musaffo va chiroyliligiga ahamiyat bermaysizlar, meni go'zalligim yonida bu hech narsa emas. Xullas, deputat akalar, boringlarga shukur, rahmat. Xohlasanglar paxta deb tushuninglar, menga farqi yo'q. Birinchi meni juda ham xursand qilgan yangilik bu pedofil Krisa valada zinolarga endi pedofillik qiladigan bo'lsa, oldingidaqa uy jazosiga 15 sutka emas, balki pожизненный qamab olish qarori kiritilibdi, to'g'ri virajatsiya qilgan bo'lsam. Ikkinchi meni xursand qilgan narsa, qaranglar, juda ham yaxshi insonligim uchun boshim yonib turibdi. Bu oilaviy nasiliya bo'lsa 12 yilgacha qamoq jazosi berilishi, ya'ni erkak agar ayolni ursa yoki ayol kishi erkakni uradigan bo'lsa va undan ham tashqari agar o'zini oilasida xotinini yoki xotini erini haqorat qilib kamsitadigan bo'lsa, yaxshigina shtraf qiladigan bo'libdi. Bu degani o'zi haqorat qilishni oldini olsa, oilaviy erlar xotinlarini do'pposlash kamida bir 50% ga kamayadi. Bu yerda o'sha paradoks kelyapti. Va mana shu yerga yana bitta qo'shimcha qilib qo'ysa, o'ta ham zalotoy ish bo'lardi. Ya'ni nima? Kambag'al, jiletga kiyayotgan kambag'al qizlar qaramasa kerak. Ya'ni akalar, yana bitta kambag'al o'tib ketdi. Instagramdagi har xil mana isqirtlar ayollarda shu erkaklarga долженsan, har xil shu gap qaytarish uchun qilinadigan, gapiriladigan propagandalarni oldini olish hamda shunaqa isqirtlar, feminizmni targ'ibot qilib, fohishalikni targ'ibot qiluvchilarni ham shu yo'qotish hamda shtraf qilish yoki psixologman deb turibdi, tuparilli 50-eridan ajrashgan bitta maymun chiqib turib ayollarga qanday qilib ayol bo'lishni o'rgatadiganlarga ham diploming bo'lsa keyin gapir deb Xitoydagi akalarimizga o'xshab shunaqa bir yangilik, bir to'nqis kiritib qo'ysa, ishoninglar, oilalar twisti qiladi, gullaydi, ajrimlar shunaqa kamayadi. Juda ham oson bu narsani oldini olish. Ati soatimni bunday qilib ko'rsatib gapiryapman, $700. Nodirbek ko'rib xursand bo'lsin, soatim taqibdi deb.